Uyda egasi shok holatda 4 ta iPhone 17 Pro Max olib remontga rasxod qilib yuborgan. U 17 Pro Max'ni variantga olgani uchun Nasiya Savdoga A'dan tirashyapti 5 kishi, o'zi 4 ta telefon olgan, 5 kishi telefon qilyapti ekan. Hisob kitobga to'g'ri kelmaydi. Dom haqiqiy 100% beton dom. Turmada turdingiz nima, domda turdingiz nima, birga bir borib javob beraman. Tem bo'lib Uglovoyda. Remontini aytganimdek, Aboyda ham o'sha Nasiyaga olib kelganlar, variantga olib, ustalar aytdi 4 tasi pastda dom podyezdda oldida qarab turishdi. Hozir uyda egasi yo'q. Umuman yo'q, telefon qilyapti, faqat cho'tga Telegramda gaplashyapmiz, xolos, telefonni ko'tarmayapti, o'shuning uchun sotib olyapti ekan uyda. O'shuning uchun mana hamma mebellari, gilomlari, pardalari ko'zga ko'rinmasdan $19700 berib olaman deyaptilar. 3 xona, 2 xonali kvartiraning puli endi bu ham 2 xona. Aytganimizda mana shu eshiklarni ham hamma yo'qda qarzga olib kelib qo'yganlar. Xullas qarzga olib ketgan uyda egasi. Iloji yo'q, mana shu odamga iltimos bitta yordam qilib yuboringlar, like pak bosib. Qarasalaring, hozir bekor ham o'tiribsizlar Instagramda. Mana yerda hammom tualetini ham remont qilib qo'yibdilar. O'zlaridan ali nimadir yasab borib zo'r qilib yuboribdilar remontlarni. Ko'rib turibsizlar. Lekin bu odam nimaga buncha ko'p pul sarflagansiz? Chunki bu 17 Pro Max'ni Nasiyaga olib bermayman deb o'ylaganda pulni. Endi hozir qarasaki bermasa bo'lmaydi. Taqillat kelishyapti, iloji yo'qligidan sotilyapti. Marg'ilonda, Vatsroyda 4-etaj Uglovoy aytganimizdek beton dom, turma bilan bir xil, birga bir past raqamlar maklerlarki eng to'q maklerlar bizda telefonini olmaydi, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Eski hammomda oldida Vatsroyda telefon qilaverasizlar. Bosh homiy Baraka Villas Group islomiy moliya asosi ustiga qurilgan.